Assalomu alaykum do'stlar. Biz 18-savol tahlili. 12 yoshli erkak Yosemit milliy bog'ida hayking qilayotganda adashib qoldi. U 8 kundan so'ng topildi. Qutqarishdan avval hech qanday ovqat yemagan, ya'ni 8 kun och qolgan deyilyapti va faqat suvgina ichgan. Faqat suv ichibdi. Bu bemor topilgan uning qonida glyukoza miqdorini normal saqlash uchun uglevod manbai organizmdagi moddalarning qaysi biri bo'lgan deyilyapti. Ya'ni 8 kun och qolgan, ammo ovqat yemagan, faqatgina suv ichilgan deyapti. Qondagi glyukoza miqdorini normada saqlash uchun uglevod manbai sifatida organizmda moddalardan qaysi biri bo'lgan deyapti. Ya'ni 8 kun ovqatsiz yurgan erkak, ovqatsiz ya'ni glikogen tugagan, bilamiz, glikogen zaxirasi 24 dan 48 soatgacha saqlab turadi. Undan so'ng glikogen organizmda tugaydi agar hech nima yemasangiz. Va qondagi glyukozani saqlash kerak. Ya'ni miya va eritrotsitlar uchun glykoneogenez, ya'ni organizm yangi glyukoza sintezlash jarayoni kerak deyilyapti. Endi bu jarayon bo'lyapti. Javob glykoneogenez. O'zi glykoneogenez bu uklevodlar manbai bo'lib, mushak to'qimalarida aminokislota, masalan, alanin, glutamin aminokislotalarimizda miyada, ya'ni brain miyada asosan glyukozadan energiya oladi va anaerob metabolizmdan laktatdan ham energiya olinadi va yog' to'qimasida glitserindan triasilgliserolning parchalanishi natijasida energiya chiqadi. Demak, umumiy javob qiladigan bo'lsak, glykoneogenez jarayoni jigarda sodir bo'ladi, ya'ni glyukoza hosil qilish kerak bunda. Buning uchun mushak to'qimalaridagi aminokislotlarning parchalanishi, ya'ni oqsillarning parchalanishi va yog' to'qimalarining triasilgliserollarning parchalanishi hisobida va anaerob metabolizm, ya'ni laktat hisobiga energiya hosil bo'ladi va miya va boshqa hujayralar uchun energiya bilan ta'minlab beradi. Uzoq ochlikda qonda glyukoza miqdorini saqlash uchun uglevod manbai organizmdagi oqsillarni parchalanishidan olingan aminokislotalar hisoblanadi. Masalan, alanin sikli bor alanin hisoblanadi.